Xitoy yuk mashinalarini yuragini bir qismi reduktorlar to'g'risida gaplashamiz. Bu reduktorlar nima vazifani bajaradi, qanchada moyni alishtirish kerak, qanaqa parvarishlash kerak, hammasiga bugun javob beramiz. Ko'pchilik biladi, Xitoy yuk mashinalari zadniy prividniy bo'ladi, orqasi tortadigan bo'ladi. Shu vazifani reduktor bajarib beradi, orqa balonlarni yurg'izib beradi. Agar bu ishdan chiqadigan bo'lsa, mashinangiz umuman yurmay qoladi. Nimadan ishdan chiqadi deydigan bo'lsangiz, ko'p og'ir yuk ortishdan bo'ladi yokida vaqtida kartina disiplinalar alishmaganligidan bo'ladi. Undan tashqari eng asosiysi moy alishmaganidan ko'p holatda ketib qoladi. Buni har 30 ming kilometrda moyni alishtirib turish kerak bo'ladi. Shu kunlarda bizga yangi mashinalar ham kelyapti. Ichidagi reduktorini, ichidagi moyi umuman yo'q. Mashinalarga moylarni qo'yib, ishlarini bartaraf qilib berdik. Agarda sizga reduktoringizga qanaqa parvarish qilish kerak bo'lsa, remont xizmatlari yoki zboriy reduktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Chang'an sentrga murojaat qilaverasizlar. Chang'an sentr sizlarning mashinangizga uzoqroq xizmat qilish kafolatidir.